uchrashuv qatnashchilari, men Belakobod mahallasida ishlovchi Milliy bank agenti hisoblanaman. Ismim Ravshan Vahidova. Sizlarga bugun uchrashuv o'tkazishimizdan maqsad Milliy bankimizda bo'lgan kredit paketlarini taqdim etish bo'yicha uchrashuv olib boryapmiz. Prezidentimizda 312-sonli qarorlari bilan tanishtiraman. Bizda hozirda biznesga birinchi qadam tadbirkorlik istagida bo'lgan fuqarolarga hamda bitiruvchi yoshlarga ajratiladigan kreditlarimiz mavjud. Yana qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, 20% quyosh panellarimiz hamda 5% subsidiyalarimiz mavjud. Agar fuqarolar uyda o'zini faoliyatini yanada yuqoriroq qilish maqsadida qo'shimcha daromadlarga ega bo'lish istasa, ularga hamda issiqxona bo'yicha kredit miqdorlarimiz bor, kreditlarimiz ham bor. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Men o'zimni oilamda, o'sha xonadonimda mana issiqxona qurmoqchiman. Shuning uchun kredit qanday tartibda ajratilishini tushuntirib bering. Kredit tartiblarimiz birinchi o'rinda platformamizdan oilaviy tadbirkorlik ro'yxatidan ariza tashlaymiz. O'sha ariza ko'rib chiqilgan holatda sizlarga kredit paketi ajratiladi. U kartalar o'tkazib beriladi.